Salom hammaga. Qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Bir oy ham bir pasda o'tib ketdi. Otpuska ham tugadi. Birinchi kun endi ish kunim. Salom Musaffo. Musaffo barib qotdi. Ishga chiqishimga gullar. Qanday mazza. Tayyorman, sahih kirib chiqamiz, keting. Yogurt pakklar chiqmayotgan ekan, ro'ga bo'layotgan ekan. Bugun shanba, sirok ishlamaydi. O'shaning uchun aptechkalarga qarayapman. Aptechkalarni tekshirib chiqamiz. Postdan qolsin. Har bitta master xonasida shunaqa aptechka bo'ladi. Katta kontenol kuyganga yod, bint, pereks bo'ladi har doim. Birinchi pomosh perchatka. Bugun bitta yogurt yo'q shekilli. Endi obed tekshirishga chiqamiz. Chef Ketrinan, obed mashinamiz kelyapti. Ochali kompot. Turkiy kompot. Salatimiz. Bugun bizda sirli sut bilan xonim. Bugun yakshanba. Dahshat, yomg'ir yog'ishini uyga yetishim kerak. Bugungi kunim shunaqa tugadi. Ishdan ketyapman, yomg'irni quyishini. Dahshat. Qanaqa uyga ketaman bilmayman. Hamma charchamasdan yaxshi olinglar. Kuninglar zo'r o'tdimi? Qanaqa yozdinglar? Kuninglar o'tdi. Kommentariyga yozib qoldinglar. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Xayr.